Ali onajon, bo'ldi sen aytgandek qilaman. Qizga yemashamiz ona. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onam aytgan qiz sizmisiz? Ha, men bo'lsam kerak. Charchamayapsizmi? O'qishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Onam aytgandilar, "Hu, ana kafeda o'tirib gaplashib olsak bo'ladimi?" Xo'p, mayli. Ketdik. Nima yeymiz? Bilmasam. Keling unda chuchvara buyuramiz, chunki onam yoqtiradi-da. Xo'p, mayli. Zakaz qildim. Sir bo'lmasa o'zingiz nima ish qilasiz? Shu desiz, onam bilan bozorda ishlaymiz. Birgalikda shirpildoq sotamiz. Ha? Nima? Shirpildoq. Ko'nglingizga tegmasin, bir savol bersam. Eshitaman. Turmush qurganimizdan keyin siz men bilan yashaysizmi? Onangiz bilan yashaysizmi? Qiziq gapirgansiz-ku, o'zi ikki kishi yashaymiz. Birgalikda bitta xonada uxlayveramiz. Ha? Ishni kim qiladi? Tushunmadim. Ishlarni deyapman. Qozon tovoq, supursidir. Onam aytishi bo'yicha hammamiz birgalikda ishlayveramiz. Uzr, vaqtingizni bersin. Men ketishim kerak. Voy, to'xtang, ikki port chuchvara nima bo'ladi? Hali onamizni parkka ketishni ham buyurgan. Menga qarang, boydan beri onam deysiz. O'zi sizni shaxsiy fikringiz bormi? Shuni o'ylab ko'rmabman. Uyga boray, onamdan so'rab ko'raman shuni. Nima? Hali shoshmay tur. Onamga aytib beraman seni. Go'zalim onasini erkasi